Men Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining AKT sohasidagi iqtisodiyot va menejment fakultetida tahsil olaman. Bugun ochilgan O'zbek tili markazi biz uchun xorijlik talabalar uchun juda quvonarli bir voqea bo'ldi. Sababi biz o'zbek tilini agar yaxshi bilsak, yaxshi o'rgansak, o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan yaxshi muloqot qilamiz va darslarni o'zlashtirishimiz juda bizga oson bo'ladi. Biz nafaqat til emas, balki O'zbekistonning madaniyatini va milliy an'analarini o'rganamiz. Biz uchun bunday imkoniyatlarni yaratganlarning hammasiga katta rahmat aytamiz va kelajakda o'z mamlakatimiz va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirish, hamkorlik va do'stlikni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. O'zbek tilini o'rganish biz uchun muhim. Tilni bilsak, darslarni yaxshiroq tushunib olamiz. O'zbek do'stlarimiz bilan bemalol gaplashib olamiz. Eskidan tilni o'rganish oson emasdi, lekin asta-sekin hozir o'rganyapmiz.